ulug'lash, insonni ulug'lash shiori ostida keng ko'lamli tadbir bo'lib o'tmoqda. Bunda bizda kursantlarimiz Alplarga Barchin tomonidan qo'yilgan shartlar asosida bizni ham kursantlarimiz o'z kuchlarini sinab ko'rishmoqda. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad kursantlarimiz o'zlarini jismoniy salohiyatlarini ko'rsatishdir. Mana bugun Farg'ona davlat universitetida keng ko'lamda Navro'z bayramlari o'tkazilmoqda. Xuddi shuningdek bugun harbiy ta'lim fakultetida tadbirimizni tashkilladik. Tadbir davomida o'zimizning milliy bo'lgan sport o'yinlarimizdan kurash, arm wrestling, arqon tortish va tosh ko'tarish kabi turli xil sport o'yinlari olib borilmoqda. O'zimizning milliy kiyim bo'lgan yaktak, chorsi va do'ppi kabi kiyimlarimizda tadbirda qatnashib, faol ishtirok etishmoqda. Bu tadbirlarimiz milliy qadriyatlarimizni ulug'lash uchun yanada ko'proq xizmat qiladi.